Mana shu hamma vaziyatlar mani hayot tajribamdan asosan boshlanganda, psixologiyani 20 yil oldin boshlagan bo'lsam, 10 yil asosiy psixologiya bilan shug'ullangan bo'lsam, ularning orqasida men ham o'zimni katta hayot tajribam turibdi-da. 50 yildan oshiq hayot tajribam. Baribir ham psixologiyada eng muhim narsa bu hayot tajribadan o'tish ekanda. Tajribadan o'tsa anglash osonroq bo'lar ekan, kim teoriya bo'lgandan ko'ra, teoriya bilan bitgandan ko'ra, har bitta o'tgan yo'lingni hayot tajribang bilan tasdiqlar ekansan-da. Men hayot tajribamda eng birinchi masala bu qo'rquv masalasi. Har bitta inson uchun eng asosiy narsa bu qo'rquv. Har bitta insonda bo'ladi qo'rquv. Hamma yashaydi bu narsani, lekin bu qo'rquvni kelib chiqishi eng asosi bolalikdan bo'larkan. U programmalar, o'sha bolalikda boshlangan qo'rquvlar programma bo'lib, odam ichida saqlanib qolib, keyin yillar davomida har bitta yashamingda o'sha narsa keyin yuzaga chiqib kelarkan. U ildiz bitta bo'larkan, lekin yuzaga chiqib kelganda o'sha shoxlab daraxtga o'xshab ketarkan. Qo'rquv xuddi gulsenam chiqaradigan o'tga o'xshaydi-da. Uni ildizi bilan olib tashlamas ekansan, u har safar yana ko'karib chiqaverarkan-da. Pritom bittasini yulsang, u 4 ta bo'lib ko'payib ketaverarkan. Uni asosan ildizini olib tashlagandagina butun qo'rquvdan xalos bo'lasan. Ana shu qo'rquvni xalos bo'lish metodini men Xayrullo Qosimov, professor Xayrullo Qosimovda tushundim. Ular qanaqa ishlashlarini, qo'rquvni qanaqa olib tashlashlarini.